Assalomu alaykum azizlarim. Hozir men sizlarga endi bugun behi haqida ma'lumot berib o'taman. Menga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Birinchi navbatda homilador kelinlarimiz uchun ajoyib maslahat. Suvi kirlangan bo'lsa, homilador ayollarda behini kompot qilib ichsangiz juda ham katta yordam beradi. Yosh kelinlarda qoniga infeksiya tushgan bo'lsa, kompot qilib ichsangiz, u infeksiyalarni tozalaydi, ko'ngil aynishini oldini oladi. Behi juda ham ko'p vitaminlarga boy. Behida vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin E bor. Vitamin C immunitetni ko'taradi. Ortiqcha vazn yo'qotishda yordam beradi. Oshqozon yarasini oldini olish va davolash xususiyatiga ega. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Yurak qon tomir tizimi uchun foydali. Behini ajoyib xususiyatlaridan biri ko'rishni yaxshilaydi, ya'ni ko'zni ravshan qiladi. Qondagi temir moddasini ko'paytiradi. Ruhiyatingizga ham ijobiy ta'siri bor. Behi stressdan qutqarib, kuch bag'ishlaydi. Gripp, shamollash va yo'talda foydali. Kuniga 100 gram behi iste'mol qilish kamqonlikda foydali. Qon tomirlarini mustahkamlaydi. Behi mevasidan kompot, murabbo va har xil shirinliklar tayyorlashingiz mumkin. Bugungi ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Azizlarim, menga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Azizlarim, shunaqa gaplar. Hammalaring Allohga omonat bo'linglar. Meni kuzatishda davom eting.